Ustozi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men birinchi guruhdagi Azamatni adasiman. Oylik to'lovini bergan keluvdim. Hop, yozib qo'yamiz. Ustoz faqat yaxshilab qarang. Go'sht sizniki, suyagi meniki. Qiynab shug'ullantiravering. Hop. Sog' bo'ling. Yaxshimiz. Azamat cho'ti kitushda trenirovkadan bir ko'rinmay qoldi. Bugun o'zi oldingizga o'tmoqchi edim. Bolam rosa qiynalayotgan ekan, shpaga toshtirayotgan ekansiz, sparing tushirayotgan ekansiz. Men sizga bolani qiynash uchun bermadim, shug'ullansin deb berdim. Okey, bizning sport jangovar sport. Bizda bolalarni haqiqiy erkak qilib tarbiyalaymiz. Vatanni himoya qiladigan, oilani himoya qiladigan, ayolni himoya qila oladigan qilib tayinlaymiz. Sizlar shunaqasizlarda et-bet og'rib qolsa, yo charchab qoldim desa, chiqmay qo'ya qolaysizlar. Keyin hayotda o'rnini topolmay yuradi. Bu gapingiz ham to'g'ri. Men qo'shilaman gapingizga. Endi ko'rmaysizmi ayol kishining gapiga kirib, bolam qiynalayotgan ekan chiqmasin desa, men ham hop dimman-da. Chiqaveradi ertadan o'zingizga. Mayli, qoldirmasin.